Salam qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Bugun shanba, balki menlar jumagacha night japaliq ishlab, balki bugun aramayotgan vaqtinglar bo'lishi mumkin. Lekin shundaq aram kunlaringlarda ham Xudoning so'zini oldiga kelgan har biringlarga Xudoning sizlarga eng go'zallarini va eng yaxshilarini ato qilishini ham shunaqla huzurdan kelgan eng mukammal bo'lgan ruhiy aramlikni sizlarga ato qilishini, barakatlashini, baxt ato qilishini tilayman. Bugun bizning ko'rganimiz olamning yaratilishi 6-bob. Oldi bilan biz olamning yaratilishi 6-bobni bir ko'ra o'qib chiqaylik. Olamning yaratilishi 6-bob. İnsanlar dunyoda ko'payishga boshlaganda qizlarmi ko'plab tug'ilgan edi. Xudoning o'g'illari shu qizlarning chiroyliligini ko'rib, o'zlari xohlagan qizlarni xotinlik qilishga boshladi. Buni ko'rgan Parvardigor, "Men insonlarga bergan hayotlik ruhi ularda mangu yashamaydi. Chunki ular o'lishga tegishlik. Kelgusida ularning umri 120 yoshdan oshmasin" dedi. Xudoning o'g'illari insonlarning qizlari bilan birga bo'lib, avlod topgan chog'da va keyingi vaqtlarda yer yuzida Neflim deb ataladigan debiga o'xshaydigan odamlar bor edi. Ular qadimgi zamonning botirlari va dangliq kishilar edi. Parvardigor insonlarning razilligini, niyatining har qachon yomonligini ko'rib, o'zining odamni yaratganligiga pushaymon qildi. U intayin echingan holda, "Men yaratgan insonlarni yer yuzidan yo'qitaman. Shundaqla barliq cho'ng kichik hayvonotlar va uchar qanotlarni yo'q qilaman. Ularni yaratganligim uchun afsuslanaman" dedi. Lekin Parvardigor Nuhdan xursand edi. Nuhning ish izlari tuvandikcha. Nuhning Sam, Ham, Yapet ismli 3 o'g'li bor edi. Nuh o'z zamonida birdan-bir durust, kusursiz odam bo'lib, Xudoga yaqin yashagan edi. Boshqa insonlar bo'lsa, Xudoning nazarida gunohga patgan bo'lib, yer yuzi ular sababli zo'ravonlikqa to'lgan edi. Xudo dunyoga nazar silib, kishilarning qilmishlarining razilligidan dunyoning intayin buzilganligini ko'rdi. Shuning bilan Xudo Nuhga: "Dunyo insonlarning zo'ravonligiga to'lib ketdi. Shunga men ularni yo'qitaman. Dunyo bilan qo'shib butunlay yo'qitaman. Sen yaxshi shamshat yog'ichidan o'zingga bir kema yasa. Yasagan kemining ichida uylar bo'lsin. Suv kirmasligi uchun ichi sirtini momla. Kemining uzunligi 133 metr, kengligi 22 metr, egizligi 13 metr bo'lsin. Kemining eng ustida lampa bo'lsin. Lampa bilan yog'och tom oraliqida 50 cm egizlikda bo'shliq qoldir. Kemini yuqori, o'tira va tuvan 3 qavat qilgin. Kemining eshigini yeniga ochgin. Men yer yuzini to'pon bilan g'arq qilib, osmon ostidagi butkul jonliqlarni yo'qitaman. Yer yuzidagi tiniqi borligi maxluqlarning hammasini yo'qitaman. Lekin sen bilan oldin bir ahd tuzay. Sen ayoling, o'g'illaring va kelinlaringni elib kemiga chiq. Sen yana kemiga yer yuzidagi har xil hayvonlarning har bir turining erkak chisidan bir juftini elib, ularni saqlab qol. Har xil cho'ng kichik hayvonotlar va uchar qanotlar saqlanib qolish uchun sening oldinga bir juftini keladi. Sen ularni kemiga kirgizgin. O'zinglar va hayvonotlar uchun har xil uzuq-tuliklarni elib ol" dedi. Nuh har bir ishda Xudo buyurgandek qildi. Bugungi mazmun olamning yaratilishi 6-bob. 6-bob Nuh hikoyasi boshlandi. 6-bob asosan biz qisqa qilib mana yig'inchoqlab aytsak, ko'rdi, ya'ni ko'rib degan mushu fe'l bilan bir bob butun mazmunni ham ko'rib chiqil bo'ldi. Ham buni inchiklik bilan yana ko'rsak, yana o'shaq mazmunlar yana ko'p chiqadi. Yana buni ko'rib degan fe'lni men yozib qo'ydim, ya'ni ko'rib. Ya'ni Xudo dunyoga qaraganda, ya'ni Xudo insonlarning mundaq ekanligini ko'rib deganga o'xshash, Xudoning nazarida, ya'ni Xudo qaraganda, Xudo ko'rganda dunyo qandaq, odamlar qandaq, ularning ish qilmishlari qandaq deganga o'xshash, Xudoning qarag'inida, Xudoning nazarida, ya'ni Xudoning o'lchami bo'yicha insonlar qarashi va dunyoni shu o'lcham bo'yicha so'roq, hukm degan o'xshash, to'pon balasining bir hukmi bu hisobda. Shunga o'xshash qilganligi mazmunni yana 6-bobdan biz endi qisqacha esa shuni ko'ralaymiz. Endi buni inchiklik bilan ko'rsak, ya'ni 6-bob 2-oyatda dedi desa, Xudoning o'g'illari shu qizlarning chiroyliligini ko'rib, o'zlari xohlagan qizlarni xotinlik qilishga boshladi deydi. Ya'ni Xudoning o'g'illari degan haqida nurg'unlik munozirlar bor.
Ba'zilar deydi, farishta yoki ro'ychatga erishgan bir zotlar deydi. Yani ba'zilar podshoh yoki hukmdorlarga o'xshash kishilar deydi. Chunki ayni vaqtlardagi atalg'ular, ya'ni tarixiy ariq ko'rinishdan qaragandiki, ayni davrlardagilar davrlarda, ya'ni o'shunday qadimiy hozir 4000 necha yil burungi vaqtlarda atalg'ularni tushunishimizga biroz tarixiy ariq ko'rinishlarni ko'rishimiz to'g'ri keldi-da. Yana ba'zilar bo'lsa, ya'ni xudosiz, ya'ni Qobilning avlodi degan emas, balki ayolning avlodi, ya'ni biz oldingi bablar ichida ko'rganimizdek, yillarning avlodlari, ayolning avlodlari degan o'xshash. Shunga o'xshash bugungi mazmunda men buni qilganim biz boshqa ikki mazmun avalini qilib turib biz avval ya'ni Xudoning o'g'illari deganni biz oldingi babda ya'ni Odam Xudoning o'g'li deb boshlagan edik. Shunga o'xshash Xudoning o'g'illari deganni ya'ni Xudoga e'tiqod qilib, ya'ni Xudo yo'lida mangdigan shunday odamlar, ayolning Set va Enoshdan tug'ilgan Xudoga ibodat qilgan odamlar shunday o'g'illar bo'lsa, shunday o'g'illarning ya'ni shunday Xudoga tabe, Xudo farzandim degan shunday o'g'illarning dunyodagi qizlar, ya'ni e'tiqodsiz qizlar ne deb olsak, shu qizlarning chiroyliligini ko'rib o'zi xalgan qizlarni xotinlikqa elishga boshladi deydi. Ya'ni bu yerda meni ko'rib degan pel chiqdi. Ya'ni insonlarmi o'zlarining ko'zi bilan ko'rgandiki bir qarashi, ya'ni o'zlari qaraganda chiroyli, shuna chiroyli ekanligini ko'rib shu qizlarni xalgancha degan gapmi, ya'ni o'zlarining xohishi, o'zlarining arzu havaslari bo'yicha o'zlari yaxshi deb qaragan, o'zlari chiroyli deb ko'rgan, o'zlarining qilg'isi kelgan shunday ishlarni qilganligini ko'ra olamiz. Anandan bu xalgan, o'zlari xalgan degan narsa, ya'ni bu so'zni yana nima ko'ra olamiz? Sardorlar qismini ko'rsak, biz Sardorlarda hamma odam o'zi xalqini bo'yicha, ya'ni o'z nazarida to'g'ri bo'lganini, o'z xohish bilan to'g'ri qilganini ko'rgan bo'yicha qilganini degan mazmun Sardorlarda izchil chiqadi. Yani şu kadar zuvallıkka yüz tutkan şuna bir cemiyet, yani İsrail'ler arasındaki şu kadar zuvallık, şu kadar rezillik bir yüz tutkan bir cemiyetni mənbəsi, yani kilip çıkışını mədəsə, oşunun oxşaş adam öz xalığını, özü qarşıda doğru deyəni qılğanlığının səbəb ikənligini biz Sərdarlar qısmı deyəni görə alayımız. Şunun oxşaş Muşunaq dünyanın yani Xudanın oğulları mu aşına oxşaş yani çıraylı özlərinin nəzərində özlərinin közüge çıraylı görəngen özləri xalğan aşına qızlarını xalğanca xutluq qalğan yani bu deyəlik Xudanın yani Xudanın yolu da emas bəlkə özlərinin arzu həvəsinin yolu da özləri xalğanca yollarda manğallığını görə alayımız. Şuna bundaq insanların muşundaq öz xahişi bilan özünün xalığını uyucan, özləri qarğın yani özünün köz qarşı bilan yaşayatqanlığını muşundaq bir cemiyetning, muşundaq bir cemiyet tüsünün payda bolğanlığını köygən, muşunu köygən Xuda bolsa, axırı insanlardakı hayatlıqның məngülik emas, bəlkə ular ömrünün 120 ildən aşmasın dep şularını deydi. Yani bunundaki sebep olsa insan muşuna rezilliği bilen məngülik yaşasa, insanın yani rezilliği bilen məngülik yaşayamaz, belki insanın muşuna qalqı yeryüzü təvə bolğan, günahkar bolğan hayatının faqat 120 yıl içində, yani 120 yıl bilen çeklindiğanlığını, qığanlığını görə alayımız. Anandikin yani bu yerdə biz Xudanın bu yerdə 5. bab, 6. bab 5. ayet qaraydigan bolsaq, Parvardigar insanların rezilligini, niyetinin arqaçın yamanlığını görüp, puşayman qılgan, eçingan, əfsuslangan degan o'xshash Xudoning bir qism es tuyg'ularni mishada yo'ritib beradi. Ba'zan o'ylash mumkin, yani biz hozir izchil da'vatimiz Xudo degan mukammal Xudo, olam yaratishdan burunlab amin bilgich Xudo deb izchil deb keldi. Lekin bu yerda Xudo acaba insonlarning mushunday rezillashib ketishini bilmamdi. Acaba Xudo mukammal, xatolik o'tkazmaydigan Xudo turib, acaba mushunday yaratganligidan afsuslanadigan, echindigan ashuna Xudomi deb bundaqlam o'ylashi mumkin-da. Lekin biz bu yerda Xudoning Xudoga bundaq sifatlarni qo'llanish, ya'ni Xudoning pushaymon qilganligi, echinganligi, ham afsuslanganligini bundaq sifatlarni qo'llanishi Xudoning aslida shundaq bir Xudo emas, chunki Xudo mukammal, hamini bilib turg'uvchi Xudo, olam yaratganda hamini bilgichiligi bilan, mukammalligi bilan yaratgan. Lekin bu yerda gunoh, ya'ni gunohning kirishi bilan Xudo bilan inson, ya'ni Xudo o'zi yaratgan insonning orasidagi munosabatning buzilishi bilan İnsanlarning shunday xalqi gunohning ichida, ya'ni gunohning qulluğida, qarang'ulik to'lgan hayotida, ya'ni Xudo insonni asli o'zining huzurida, o'zi bilan birga turish uchun o'zining shon sharaf ichiga qo'ygan. Lekin inson bo'lsa gunoh
arqılıq, yəni günah arqılıq Xudadan ayrılıb, Xudanın huzuridan qoğulandı bulub, muşunda xalqı rezillik tolğan işlarni Xudanın yolu deməz, bəlkə dünyağa təvə, yəni yoşuna xalqı yamanlıqqa, rezillik təvə, yılanның yolları manğallıqlarını görüb, əsli yeni de buluşuq deyişlik, əsli özünün huzurida buluş deyişlik insanның muşundaq dünyanın, yeryüzünün, yəni rezilliknin qulluqda, qaranlıqda yaşavatqanlığını görüb, nəhayət içinğan halıdı. Bunu biz ata-ananın qalbida meyis qılalayımız. Ata-anı boğucumu ballarının aşına sərsan ata-anı bolsa özün yeni da acırmay, özün göz aldıda ballarının bəxtli buluşunu halaydı. Lakin bala özün xahiş etmə, onu biz bunu yeni əhdidim görə alayımız. Nimnin bir kişinin iki oğlu, kiçik oğlu atısının mirasını baldırıp bilip verişini talep qılğanda da atısının mirasını bilpegenden keyin berip onu qalaymagan xərclab pullarını payişlərə uya belə tügüt xərclab tügətgəndən keyin axırı özü çoşqa baqıdığan niminin qulluğunda işləb qılğanda da qursu toğu deyib nəsə bəmigən məşna məzmun bağı. Şunun oxşaş, şunu atısı şu balasının şu ahvalını görsə qançılıq qalbi ağrığındək, qançılıq eçinğindək. Şunu köygünden qançılıq etdə ötüsü der, mən şu vaxtda balam oşuna mirasimni bədiyen vaxtda da mən onun qatdığıraq teksəm mu, mirasim birib bunun bundaq yollarda, capalıq yollarda, mən işini tossam bob dikəndə bəlkə puşayman qılışım mümkün, dengi oxşaş, eçinişi mümkün. Nurgun nəmişində xalq mürekkep olğan bir es tuyğular payda buldu emasmı? Lakin bu yerdəmdə Xudanın özlüğü biz insanlara muşundaq es tuyğularını ifadeləb berişi, yorutup berişi, Xudanın muşuna es tuyğularını yorutup berişi, Xuda mı bizim bilan hər vaxt birlikdəligini. Yəni Xudanın hər bir sözlərini, özünün hər bir vəhiy söz, bişarətlərini insanın ölçümüdə, yəni insan düşünələydiğən qılıb, insana ən yaxın bolğan söz, es tuyğular arqılı ifadeləgənligini biz yəni görə alayımız. Qarasanlar biz yeni əhdini hatta qanun şərini görsanlar mı? Xudanın sözləri sizlərə yiraq emas, o sizlərinin ağzınlarda, o sizlərinin dilinglarda, o sizlərinin tilinglarda degan sözlər var. Şunun oxşaş Xuda özünün sözlərini bütün insan anqarab düşünələydiğən dərəcədə insanın ölçümü boyunca insana ən düşünüşlük sözlər bilən insana özünün vəhisini, özünün kimligini hər vaxt muşunda bizge yorutup texmi Xudanı düşünüşümüz, çoğunqur yaqinlashishimiz uchun muşunaq ishbonlarni biz muqaddas kitobda ko'p bere ko'ralaymiz. Yani bunu Xudanın echinganligi, ichag'ritganligi liqlar haqida da konahdilardan ba masalanga Yunus payg'ambar Yunusni nimaga evatib Ninanvi shahriga evatib so'zimga qarab ular tavaqisini yoki Yunus barishni unumaydi emasmi? Shu jarayonlarni o'qisak, eng axir 4-bob qaraydigan bo'lsak, Xudo onun bir pələkni yanatıb, o dağıtı bir pələkni qapaq pələkini ötüstürübdün qanıkin, qurtni evatib, qapaq pələkini soluşub ölgənligini görgən Yunus açıqda terik qanıqdı Xudo deydi o. Sen muşu bir özən östürməyən, özən terimağın, özən əmgək qıman qapaq pələkinin ölgənligini muşunda içinğən yerdə, için ağırğan yerdə, mən oşunda neçimin xalq ahalisi bolğan, hayvanatları bolğan çoğun bir şəhərni aşında yo'q etishga mening ichim og'rimamdi degan o'sha shalqi Xudoning nurg'un es tuyg'ularini ham shunaqalqi ko'ra olamiz. Buningdan hatto bizmi Xudoning shunaq es tuyg'ulari orqali biz yana o'zimizga eng yaqin har vaqt bizning har qanday es tuyg'ularimizda, jafo mushaqqatlarimizda, biz har vaqt yolg'iz his qilganlarimizda, biz har vaqt o'zimizni jafolarda Əsrətlərdə, azablarda iskan vaxtlarımızda bizim şu azablarımızı, bizim şu caballarımızı Xudanın bizimlə billə, bizə hər vaxt yenimizdə durub, bizimlə billə ötküzüşümüz üçün, şuların yenişimiz üçün bizə əmrah bağlıqlarını bizə muşundaq tuyğularını, Xudanın işbadlayan es tuyğuları arqılıq biz yəni Xudanın bizə nəhayət yakın, bizə esaş qılğıç Xuda işkəliyini biz yəni çoğun Quran qıralayımız. Yəni biz tamlıq görsək, yəni Xudanın nəzərində bolsa, yəni Nuh bolsa, Xudanın nəzərində birdən-bir qusursiz, duruz adam olub Xudaga yaxın yaşayan birdən-bir insanlığını bir yerdə təbi etdi. Şunun üçün bu yəni Xudanın nəzərində, yəni nəzərində deyilən, Xuda köygəndə deyilən, yəni Xuda dünya nəzər sağıcı, kişilərin qılmışlarını, bizim qalblərimizni tekşirip durğuş Xudayımız. Şunun Xudanın mesela her bir adamın kalbini görüp durğucu, dünyadaki her bir işlağa nəzəri sağıcı Xuda işgəligini biz yəni belə görə alayımız. Şunun oxşaş
Nuh bo'lsa, ana shu Xudoning nazarida, Xudoning o'lchimida bo'lsa, durust, qusursiz va Xudoga yaqin yashagan odam ekanligini ko'ra olamiz. Buni tafsil ko'rsak, Xudoning nazarida durust degan gap, ya'ni durust degan gapni biz ibroniy so'z bilan qarasak, buni sadiq deb ataladi-da, ya'ni ibroniy so'zda, ya'ni Xudoning adolatini yurgizib yashagan, Xudoning adolati bo'yicha yashagan, ya'ni adillikni yurgizib, adolati bo'yicha adillikni yurgizib yashagan. Xudo adolat, Xudo biz qilgan vaqtimizda adilligi bilan yashagan, shu adolatini yurgizgan. Xudoning amrlari bo'yicha Xudo oldida turib yashagan kishilarni biz durust deb ataymiz. Ya'ni durust qoid bu so'z qo'llanilgan nurg'un, bu so'z chiqadigan nurg'un muqaddas kitobning nurg'un yerlari bor. Masalan, Yaratılishning 18-bob 19-oyatni biz ko'rgan bo'lsak, İbrahim payg'ambar, ya'ni Sodom bilan Gomorra uchun Gomorrani o't bilan yo'qotish oldida, ya'ni İbrahimga nisbatan Xudoning deganlari, ya'ni Xudo deydi, men uni o'z ballalari va avlodlariga mening yo'limni tutishni, durust va haqqoniy bo'lishni buyursin deb tanladim. Shunday qilsa, men uning bergan va'dam bo'yicha hamishni qilib beraman. Andan keyin Misrdan chiqishning biz 23-bob 7 va 8-oyatlarga qaraydigan bo'lsak, tuhmat chaplab arz qilma, begunoh to'g'ri odamni o'limga yettirma, par alma, chunki par ko'rganlarning ko'zini ko'r qilib durust odamlarning so'zini burmlaydi deydi. Ya'ni qonun shariatimcha xillat uchraydi. Biz avval 4-bob 8-oyatga qaraydigan bo'lsak, ma'ldonlar qo'ygan mushu butkul qonundagidek adil belgilimlar va hukmlarga ega bo'lgan sizlarga boshqa bir ulug' el bormi deb. Andan keyin qonun shariy 16-bob 19-oyatda ham adolatni burmilsang bo'lmaydi, odamlarga yuz xatir qilsang bo'lmaydi degan şey nurg'un mushu durust degan so'z chiqadigan mazmunlar bor. Bundan nima ko'ra olamiz desa, bu adolat, ya'ni Xudoning adolatini biz yer yuzida yashagan vaqtimizda biz yolg'iz yashamaymizda, ya'ni biz bir kollektiv holatda yashaymiz. Shunga o'xshash shunday kollektiv ichida yashagan vaqtimizda biz Xudoning amrlari bo'yicha, Xudoning adolati bo'yicha tavranmasdan, odamlar mayli qanday bo'lsin, odamlar chiroyiga qaramasdan, ishlar qanday bo'lsin, ahvollar qanday bo'lsin, qiyin bo'lsin, bizga foydali yoki foydasiz bo'lsin, ahvolga, sharoitga, odamlarga va odamlarning kimligiga qaramasdan faqat Xudoning adolatini shu bitan adolati bo'yicha amal qilib, adillik bo'yicha yurgizgan, adolati bo'yicha yashaganlarni biz dini durust odamlar deb qaraymiz-da. Shundaq Nuhmi Xudoning nazarida durust odam deb hisoblangan deydi. Andan keyin Xudoning nazarida qusursiz bo'lgan odam qanday desa, qusursiz degan so'z ibroniycha tamim degan gap. Ya'ni biz turkchada ishlatgan tamam degan so'zga o'xshash, ya'ni mukammal, tamim degan so'zda. Bu deyarli ya'ni Xudoning qarashi, ya'ni hukmi bo'yicha qarab, Xudoning hukm bo'yicha qarab, Xudoning nazarida yaxshi deganlarni qilgan, Xudoga bo'lgan itoat bilan yashagan. Ya'ni Xudoning oldida, bu kollektiv oldida emas, bu balki Xudoning oldida, o'zi Xudoning oldida kollektiv ichida adolatni yurgizib turib, Xudoning oldida, Xudoning hukmi o'lchimi bo'yicha Xudo yaxshi deganlarni qilgan, ya'ni Xudo oldida yashagan, Xudoga itoat qilgan shuna odamlarni biz ya'ni qusursiz, Xudo oldida qusursiz yashagan odamlar deb so'zgaligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni buning g'oyat nurg'un muqaddas kitob so'zlar bor. Masalan, İbrahim Yaratilish 17-bob 1-oyatda Xudo İbrahim payg'ambarga ham shuna deydi. Ya'ni 99 yoshida Parvardigor uning ko'rinib, "Men hamma qodir Xudodirman, sen davomliq mening yo'limda mengib qusursiz odam bo'l" deydi. Aniki qonun sharhidimi? Sen Parvardigor Xudoning oldida ayibsiz, mukammal bo'lishing kerak deydi. Shunga o'xshash bir qusursiz degan gap, ya'ni Xudoning oldida, Xudoning nazarida, Xudoning hukmida yaxshi bo'lgan, ya'ni mukammal bo'lgan ishlarni, ya'ni Xudoning amriga itoat qilgan shuna bir pozitsiyada Xudo oldida yashashni, itoat qilib yashashni ko'rsatadi. Ya'ni Xudoning oldida, Xudoning nazarida mukammal bo'lgan qusursiz odam bo'lish, Xudoga yerginishlik, Xudo yaxshi deb qaramagan ishlardan yiroq turib, Xudo oldida yashash, Xudo qusursiz qo'yni qurbonlik qilgandek o'zini to'liq Xudoga atab turib, ya'ni o'z Xudoning oldida yashash degan shunaqo. Chunki Xudoning oldida, Xudo oldida huzurida turish, ya'ni muqaddas bo'lgan, pok bo'lgan Xudoning oldida huzurida turib, har vaqt, har yerda Xudoning huzuri, Xudoning oldida yashashga o'xshash. Shunda Xudoning amri, hukmlari bo'yicha adolatni yurgizib, Xudo oldida yashashni ko'rsatadiganligini biz bu yerdan ko'ra olamiz. Andan keyin Nuhni yana Xudoga yaqin yashagan deydi. Buni yana oldingi bobda biz ya'ni Nuh payg'ambarni yana Xudoga yaqin yashagan deb olganligini ko'rgan. Biz yana ashada Xudoga yaqin yashagan degan so'zning ma'nosini biz Xudo bilan bilimon qancha kelganimiz ko'rib yetgan. Ya'ni bilimon degan gap
Xudo bilan bir niyat, bir maqsadda birga mingish ekanligini biz yana ko'rgan. Ya'ni Amos payg'ambar 3-bob 3-oyatda shundaq birga mang'idishni biz bir niyat, bir maqsadda birga mingish ekanligini ko'rgan. Shuning uchun yana Xudo yaqin yashagan gap Xudo bilan bir niyat, bir maqsadda. Ya'ni Xudo nimani iroda qilgan bo'lsa, Xudo nima ishlarni qilishni qanday yetaklagan bo'lsa shu yo'l bo'yicha Xudoning irodasiga yaqin, irodasiga itoat qilib, Xudo bilan bir niyat, bir maqsadda, ya'ni Xudo nima uchun chaqirgan bo'lsa, shu chaqirig'i bo'yicha, Xudoning chaqirig'i bo'yicha o'zining hayotini Xudoning chaqirig'i bo'yicha itoat qilib, Xudoning irodasi bo'yicha, Xudoning irodasini so'rab, anqirab va Xudoning yetaklashida itoat qilib, Xudo bilan birga minishning biz Xudoga yaqin yashash ekanligini biz yana bu yerda ko'ra olamiz. Anından keyin Xudoning Nuh va uning oilasigalarni qutqizib kelishi va Nuhning itoati degan bir mazmun, ya'ni oxirgi mazmunlarni ko'rsak, ashuna bir yig'inchalasak, bu yerda Nuh payg'ambar orqali nima qilgan desa, ya'ni bu yerda to'pon bilan, ya'ni Xudo bayon dedik, Xudoning nazarida Xudo ko'rganda insonlarning razillik to'lganligini, ham shunga ularni yaratganligidan pushaymon qilib, ularni yo'qotishni qaror qilganliklarini, afsuslanganligini biz ko'rgandik. Ya'ni 6-bob 5-oyatdan 7-oyatlargacha. Shuning bilan Xudo nazarida shunday rezil bo'lganlarni ko'rib, yo'qotishni qaror qilgan ekan, ularni yo'qotishdiki nimasidan bo'lgan desa, to'pon, ya'ni suv. To'pon bilan yo'qotishni qaror qilib, shu vaqtda to'pon voqeasi yuz bergan. Endi bu to'pon degan, ya'ni suv orqali Xudo va Nuh alayhissalomni bo'lsa qutqizgan. Ya'ni shu rezil dunyo ichidan Xudo o'zining hukmi bilan qarab, yer yuzini ashunda xalqi o'z yer yuziga qaraydigan, yer yuziga nima ishlar bo'lganligini qaraydigan odamning qalbini ko'rib o'tkish Xudo deb bayon dedigan emasmi? Shunga o'xshash Xudoning o'zining qaraganda, ya'ni yer yuzi ashunda razillik, zo'rlik tutganligini ko'rib, Xudo o'zining hukmini to'pon balasi orqali yer yuziga hukmini qo'ygan. Ya'ni shu vaqtda shunda hukm so'rag'aldi bo'lsa, Xudo o'zi xursand bo'lgan, o'zining nazarida durust va Xudoning oldida qusursiz yashagan, Xudo bilan birga yashagan Nuhni bo'lsa, sudan, ya'ni shu to'pon orqali qutqizgan. Ya'ni hukm, bu meni bir esat biz eng oxirgi hukm so'raq biroz o'xshab qoldi. Ya'ni shuni o'xshash Xudo eng oxirgi, ya'ni olam oxiri vaqtida so'raq qilgan vaqtida, hukm qilgan vaqtida bo'lsa, bu rezil yo'lda manganlar uchun bo'lsa bir hukm so'raq vaqti bo'lgan bilan Xudoning yo'lida itoat qilib manganlar uchun bo'lsa, bu bir butunlay qutqizilgan bir qutqizish vaqti. Shunga o'xshash bu to'ponmi? Shunga o'xshash shu davrda, ya'ni rezillik to'lgan insonlar uchun bu bir, ya'ni to'pon bir baloyi ofat, ya'ni hukm bo'lsa, lekin Xudoning yo'lida Xudo bilan birga mangan Nuh va uning oilasilar uchun bo'lsa, bu bir qutqizish voqeasi ekanligini biz ham ko'ra olamiz. Ya'ni buni biz bugungi kunimizga yana bizning qilsak, Petros yozgan 1-xat 3-bob 20-22 oyatlarda buni hozir suvga cho'mildirish bog'u, itoat, Iso Masihga itoat qilganligini va itirofini bildirgan vaqtda suv cho'mildirish ilib boradi. Shu vaqtga shu suv cho'mildirish nerdan kelgan deb ba'zan savollar qiladi-ku. Biz nima uchun suv cho'mildiramiz? Bu suv cho'mildirishning manbasi nada degan o'sha savollar kelishi mumkin. Buni Petros yozgan xatda shunga o'xshash, ya'ni to'pon suv orqali qutqizilganga o'xshash. Bu yerda nima deydi desa, bizning ham Rabbni e'tirof qilib, ya'ni Rabb Aysoni e'tirof qilib suvga cho'mildirilishimiz bo'lsa, o'zimizni Ayso Masihning tirildirilishi orqali pok vijdon bilan Xudoga bag'ishlashimiz, ya'ni Ayso Masihning tirildishi, Ayso Masihning o'lib tirilganligini biz e'tirof qilish orqali o'zimizning gunohkor tabiatimizning Ayso Masih bilan birga o'lib, birga ko'milib va uning bilan birga tirilganligini, hozir biz yashayotgan bo'lsa, biz emas, balki bizning ichimizda yashayotgan Rabbimiz Ayso Masih ekanligini va Ayso Masih orqali o'zgartirilgan bizning yangi tabiatimiz ekanligini va shu orqali biz o'zimizning pok vijdon bilan Xudoga bag'ishlashimiz, o'zimizni Xudoga bag'ishlab yangi tabiat bilan yashashimiz ekanligini shu suv cho'mildirish orqali e'tirof qilganligimiz, ya'ni Xudoning qutqizishini biz qabul qilib ishonganligimiz ekanligini, ya'ni biz shu orqali ko'ra olamiz. Andan keyin eng oxirisida, ya'ni 6-bob eng oxirgi oyatda nima deydi desa, Nuh har bir ishda Xudo buyurganda qildi deydi. Ya'ni Nuhning bu yerda ishonchi va itoatini ko'ra olamiz. Mishada Nuhning kemiyasi uchun qancha vaqtlar ketgan. Ya'ni qancha 100 yil jarayonida Nuh bu yerda kemiyasi jarayonida kishilarga albatta izchil bu bara chiqdi. Bununla asasen mazmunlar, ya'ni boshqalarni bo'lsa balkim 100 yil faqat o'zlari yolg'iz kema yasab o'ltirmagan, balkim boshqalarni ham tavba qilishga Xudoning mushundaq bir plan, ya'ni bir hukmining borligini, so'rig'ining oxirgi bir so'rig'ining borligini shu vaqtda jakarlagan. Lekin shundaq bo'lsa-mu,
Мушуны Нух мушу кеме ясаш жарыянда Худаның мушуна bir hüküm sorğunun balığı işinip durup özü bir kemin yasaş jarayanda hem kemin yasap durup hem başkalar Худаның muşuna sorğunun balığın hem jakarlagan muşunda vaqtida muşuna bir işizlerden bunun Nuhның yana Худаның muşuna sözüge Худаның muşuna bisharatlarga bo'lgan ishonchini va itoatini ko'ra olamiz. Ya'ni Xudo bilan har vaqt yaqin, Xudo bilan birga mangan, yani bir niyat, bir maqsad yashagan odamlar bo'lsa, Xudoning nima qilayotganligini, nima ishlar qilmoqchi bo'lganligini, Xudoning so'zlarini, irodasini, o'zining ustida qilmoqchi itoat, nima iroda, Xudoning irodalarini anqirab, shu irodasi bo'yicha, Xudoning irodasi bo'yicha itoat qiladigan kishilar ekanligini biz ko'ra olamiz. Uning ya'ni agarchanda mushunda xalqi Xudoning mushunda so'ziga, mushunda bishoratlarga, Xudoning qilmoqchi bo'lgan to'pon balig'iga Nuh agarchanda o'zining ishonchi Xudoning mushunda ishlar qildiganligiga, patiqini mushunda qildiganligiga bo'lgan ishonchi bo'lmagan bo'lsa, har bir ishlarga o'zining qarshi, o'zining xiyollari bo'yicha qilgan bo'lsa, kemini bunda xalqi yasab qutqizishdan bahramand bo'lamaydi deganni biz ko'ra olamiz. Shuni o'xshash bizmi Xudoning oldida, Xudoning nazarida, ya'ni Xudoning o'lchami bo'yicha, Xudoning nazarida durust va Xudoning oldida qusursiz, shunday Xudo bilan birga yashaydigan e'tiqodchilardan bo'lishimiz kerakligini biz ham bu Nuh payg'ambarning hikoyasi orqali ko'ra olamiz. Qisqacha bugungi bobning mazmunini xulosasak, asosan ko'rib degan fe'l orqali biz butun mazmunni ham ko'ra olamiz. Ya'ni kimning nazarida kim qaraganda degan savol paydo bo'ldi. Shuning uchun ya'ni Xudoning nazarida, Xudo qaraganda durust bo'lgan yo'llar, Xudoning nazarida haqiqiy durust bo'lgan, Xudoning nazarida haqiqiy mukammal bo'lgan, Xudoning nazarida haqiqiy qusursiz bo'lgan, ya'ni shunday bir yo'llarda mingishning Xudoning qutqizishiga ilib borganligini, ya'ni Xudoning so'zi bo'yicha, Xudoning irodasi bo'yicha yashaganlar Xudoning shug'unda qutqizishidan, mukammal bo'lgan to'liq qutqizishdan bahramand bo'lganlarni biz ham bu yerda ko'ra olamiz. Lekin inson o'zining nazarida, o'zi ko'rgan, o'zining ko'z qarashida, o'zining nazarida, o'zining o'y fikrlarida to'g'ri deb qaragan, ya'ni o'zi xohlagan ishlarni qilgan vaqtida bo'lsa, bu yana havoning qilgan ishiga o'xshaydi. Ya'ni yaxshi yomonni bildiradigan mevani yeyishdan burun qanday mevaning shu qadar chiroyli ekanligini ko'rib degan vaqtda shu vaqtda ko'rib degan mushu fe'l paydo bo'lgan. Shunga o'xshash biz faqat o'lchimimizni, o'zimizning ko'zimizdagi, bizning hayotimizga bo'lgan, dunyodagi barliq ishlarga bo'lgan, hayotimizga har bir ishlardagi bo'lgan, dunyodagi har bir ishlarga bo'lgan o'lchamni, yuz berishga har bir o'lchamni biz Xudoning nazari bo'yicha, Xudoning o'lchami bo'yicha qarashimizning nihoyat muhim ekanligini, agar biz hayotimizga har bir ishlarga Xudoning o'lchami, Xudoning nazari bo'yicha emas, Xudoning irodasi bo'yicha emas, o'zimiz xohlagancha ko'rgan vaqtimizda bu ishlarning hammasining behud ekanligini biz ko'ra olamiz. Bu orqali nimani ko'ra olamiz? Yana panda nasihatlar 16-bob 9-oyatga qaraydigan bo'lsak, inson o'z yo'li uchun plan tuzar ko'nglida, ammo Parvardigor qaror qilar uning qadamiga deydi. Ya'ni bulardan biz nima ko'ra olamiz desa, ya'ni insonning hayotini, ya'ni biz o'zimizning hayotimizning ayati nima ishlar bo'lganliklarini o'zimiz bilamaymiz, ya'ni o'zimiz qaror qilmaymiz deb. Ya'ni bu nima desak, masalan biz o'ylaymiz, plan tuzimiz, bir yildan keyin bunday ishlar qilsam, bir yil bunday ishlar qilib, bunday planlarimni amalga oshirsam deb turib biz o'zimiz ahvollarimiz, atrofimizdagi kishilar bo'yicha biz o'lchamni shuna qaraymiz emas, atrofimizda nima ishlar bo'layotdi, atrofimizdagi odamlar nima ishlar qilyotdi, shularga qarab men nima ish qilishim kerak degan o'xshash o'zimiz, ya'ni atrofga, muhitga, sharoitga qarab ko'p ishlarni hukm qilamiz, ko'p ishlarni plan qilamiz degan o'xshash. Lekin bo'lsa bizning, ya'ni bo'lib bizga o'xshash Xudoning irodasi bilan chaqirilgan, Rabbi Isoning qini bilan yuyilib Xudoga atalgan bizga o'xshash e'tiqodchilar bo'lsa, bizlar emas, ham dunyoning har bir ishlari ustida bo'lsa, Xudoning o'zining mukammal irodasining, o'zining planining borligini bu yerda bizga ko'rsatib beradi. Yana buni biz Zabur 127-munojat 1-oyatga qaraydigan bo'lsak, Öyünü salması özü Parvardigor, öy saluvchining ajri bekor ketar. Navoda shaharni qo'g'dimisi Parvardigor, behududur, o'yg'oq tursin qaravilla degan bir mazmunti. Buningda shunaqa, ya'ni Xudoning irodasi. Agar Xudoning irodasi bo'lsa,
bu ish cho'qim bo'ldiganligini, agar bu xudoning irodasida bu ish bo'lmasa, bu ishning amalni amalga oshmaydigan bir behuda ish ekanligini, insonlar qancha tirishib bir kuni shu qadar jafoliq ishlab qolgan bo'lsa-mu, ammo xudoning irodasida bo'lgan ish bo'lmasa, bu ishning behuda ekanligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Şuna biz hayatimizning barliq doirasida Xudoning bizning ustimizda eng yaxshi bo'lgan irodasi borligini va shu irodasi bo'yicha bizni yetaklab, hayotimizda shu irodasini amalga oshirganligini va shunday Xudoning shu ishni o'zi boshlagan ekan, o'zining eng oxirigacha, toki bizning hayotimizning oxirigacha amalga oshirganligiga bo'lgan ishonch bilan doim ko'zimizni Xudoga qartib turib, Xudoga tikilib turib, Xudo bo'lgan talmirishimiz bilan Xudoning irodasidan so'rab, bizning hayotimizdagi har bir ishimizda Xudoning irodasini o'rinlashtirishini so'rab, Xudo bilan birga yashashga Xudoning irodasiga itoat qilishimizning lozimligini bizga ko'ra olamiz. Shuning uchun o'zimizning o'ylarimizni dunyoga va dunyoning har xil iqlimlariga, ham shunday inson yaratgan barcha madaniyat va madaniyat qarashlariga, shundayla Xudoning o'sha madaniyat qarashlariga, dunyodagi yoki atrofimizga har bir kishilarning shunday o'y fikrlarining ta'sirida biz Xudoning ta'sirida biz boshqalarni va o'zimizni Xudoning ustimizga xizmatimizni, irodasini baholamasligimizning lozimligini, hukm qilmasligimizni, ham shunday o'zimizning hayotimiz ularga qarab o'lcham qolmasligimiz kerakligini, yolg'iz mansaqmi, yolg'iz qolsaqmi, Xudoning yo'lida har vaqt, ya'ni Nuh payg'ambarga o'xshash, har vaqt Xudoning yo'lida tavramasdan haqiqatda ching turish kerakligini biz yana bu yerda Nuh payg'ambarning hayoti orqali ko'ra olamiz. Ma'qul qarindoshlar, bugun Nuh payg'ambarning haqida shu ko'rish degan fe'l orqali qisqacha ko'rib o'tdik. Shuning o'xshash men sizlarning kunda Xudoning so'zi orqali o'y fikrlaringlarning yengilnib Xudoning o'zlarining ustida bo'lgan irodasining naqadar mukammal va naqadar go'zal ishlash ekanligini anqara olishinglarni umid qilaman. Bugungi darsimiz mushaygacha bo'lsa, hammanglarga Xudodan kelgan cho'nqur tushuncha, aql farosat, tinchlik, aromlik va shunday Xudodan kelgan shodlik, xushal-xuramlik yor bo'lishini tilayman.